Omoqsobaşlar, bugungi hikoyamiz yolg'onni o'xshatish. Burun ma'lum bir yezida ikki akuka ovchi bo'lgan ekan. Aksi doim yolg'on so'zlab kishilarni ishontirdi ekan. Inisi bo'lsa rostchiil ekan. Aksining yolg'on so'zlab kishilarni ishontirganiga qarab, umi aksini do'rab boqisi keptida bir kuni o'dan qaytib atrofiga o'lishib olgan kishilarga qarab, "Men bugun bir kiyikning keyni tuyqiga otgan edim, o kiyikning quloq tuyidan chiqib ketdi" debdi. Buni anglagan kishilar yolg'on deb cho'rqirishib ketibdi va zodil ishonmabdi. Enisining o'sal ahvolga qolganligini ko'rgan aksi darhol oraga tushib, "Rost, heliqi kiyik orqa puti bilan quloq tuyini qashlayotgan ekan, u dallab etibdi, o kiyikning orqa putining tuyqidan kirib, quloq tuyidan chiqib ketdi" deb yolg'on guvohlik bergan ekan. Ko'pchilik buningga ishonibdi. Aksining bu mahoratini ko'rgan inisi ichida har qanday hunarni qilib ko'rgan kishida uning huddisidan to'liq chiqa oladi ekan, debdi. Uyg'ur xalq cho'chaklari